Farg'ona shahrida joylashgan Davlat xavfsizligi xizmati viloyat boshqarmasi tergov bo'limiga keldim. Binoni va hududini video tasvirga olmadim, chunki yopiq obyekt hisoblanadi. Himoyamdagi shaxs terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tishda ayblanmoqda. Ammo jinoyat ishi materiallarida o'quvdan, kursdan terrorchilik maqsadida o'tilishi himoyamdagi shaxsga oldindan ayon bo'lmaganligi ko'rinmoqda. Shuni aytish kerakki, jinoyatni malakалashda shaxsning maqsadi aniqlanishi lozim. Tergov jarayonlari hali davom etmoqda. Tergov siri sababli ish holatini batafsil yoritmadim. Vaziyatdan kelib chiqib, shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini boshqa ehtiyot choraga o'zgartirish haqida iltimosnoma kiritdim. Ma'lumki, hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda har xil guruhlar, kanallar ko'payib ketgan. Ular ichida taqiqlangan o'quv kurslari, taqiqlangan adabiyotlar, har xil nashidalar bo'ladimi? Mana shulardan yoshlarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Farzandingizni xulq-atvoriga, yurish-turishiga bee'tibor bo'lmang. Ularni nazorat qiling. Farzandingiz taqiqlangan guruhlarga qanday qilib qo'shilib qolganini o'zi bilmay qoladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi postlarni podelitsa qilishda ehtiyot bo'ling, azizlar. Salomat bo'ling.